Qizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi sizlarda? Bugun sizlarga juda ham zo'r bo'lgan, hozir dolzarb mavzu bo'lgan, ya'ni issiqda qo'ltiq terlashi va hidlanishiga qarshi yaxshigina bir layfhak sizlarga aytmoqchiman. Buni men ham internetda ko'rgandim. Sinab ko'rdik o'g'limda. Shunaqangi zo'r effekt bo'ldi. Bemalol sizlarga ayta olaman. Demak, birinchi bo'lib, vatnik disk hammani uyda topiladi. Shunga peroksidroidni yaxshilab botirib olamizda. Har bir qo'ltig'imizga alohidadan vatnik diskni olib, yaxshilab artib olamiz. Toza qo'ltiqqa, yuvilgan toza qo'ltiq ostiga. Xo'p, keyin undan keyin quritamizda. Qurigandan keyin shunaqangi miyatani yog' bor ekan, shuni suramiz. Buni ham vatnik diskka nima qilib olganimizdan keyin, surib olgan, tekizib olganimizdan keyin buni ham har bir qo'ltig'imizga alohida qilib yaxshilab surib olamiz. Buni asosan kech payti qilsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Rezultati bittadayoq seziladi. Buni через день yo bo'lmasam har kuni hozir cho'miladigan havo bo'lyapti. Demak, har kuni qilsanglar ham bo'ladi. Rostdan ham rezultati bomba. Umuman hid, terlash deyarli yo'qoldi. Sinab ko'rib, fikringlarni yozib qoldiringlar. Sizlardan chiroyli yurakchalar kutib qolaman.